Bu sayyoramizdagi eng katta daryolardan biri va u hali hanuz sinoatli jumboq bo'lib qolmoqda. Daryo Tinch okeanining shimoliy qirg'oqlariga yetib borarkan, 5000 kilometrlik safarni yakunlaydi. Manjuriyaning xilma-xil suv qushlari ulkan galasiga oshyon bo'lgan poyonsiz yerlardan o'tadi. Yuzlab irmoqlari, yovvoyi jonzotlarga to'la Sibir o'rmonlarini oralaydi. Mo'g'ulistonning ufqdan ufqgacha cho'zilgan bepoyon dashtlarni ham kesib o'tadi va Yevrosiyoning eng katta sahrosiga chegara bo'ladi. Oqim bo'ylab yuqorilab borarkan, ikki daryo uning irmog'iga aylanadi. Har ikkalasi ham tabarruk sanalmish makonlardan boshlanadi. Ulardan biri yaylovlar oralab oqarkan, muttassil sahro bilan olishadi. Ikkinchi irmoqning qirg'oqlari esa hamisha qalin o't-o'lan bilan qoplangan. Bu hikoyamizni bir-biriga o'xshamaydigan ana shu egizak haqida desak ham bo'ladi. Ayni chog'da Osiyo Amazonkasi sanalmish Amur daryosining haqiqiy sarchashmasini topishga urinish hamdir. Amur, Osiyo Amazonkasi. Pinhon chashmalar. Amur daryosining o'rtalaridan boshlab taxminan 2000 kilometr masofa Xitoy bilan Rossiyaning tabiiy chegarasiga aylanadi. Oqim bo'ylab yuqorilar ekan, har ikki tomonda ham chor-atrof tobora ibtidoiy ko'rinish kasb etadi. Ikki irmoq bir-biriga tutashgan joyda chegara ham tugaydi. Mazkur suv tizimining eng muhim qismi hisoblanadi bu joy. Ulkan daryo tarmog'ining eng g'arbiy oqimlari tutashadi bunda. Amur daryosining yuqori qismida. Shilka va Argun, ikki o'rmon daryosi. Misoli egizak ular. Har ikki qirg'og'i bo'ylab qadimiy o'rmonlar va botqoqliklar 3 mamlakat tomon yoyilib ketadi. Xitoy, Rossiya va Mo'g'uliston sari. Bu chegara hududlari yer yuzidagi eng yovvoyi maskanlardan biri sanaladi. Amur yuqorisidagi shimoliy o'rmonlarda eng asosiy yirtqich bo'ri. Oqim bo'ylab quyi tomonlarda to'ng'iz va qobonlarga faqat yo'lbars hujum qiladi. Ammo bu yerlarda Alyaska bo'risining Osiyodagi turdoshi pistirmada turib, qobonga tashlanib qoladi. May oyida g'alati qarsildoq tovushlar eshitila boshlaydi. Ispan qayroqlari shaqillayotganday go'yo. Qora tumshuq qarqurlar odatiy juftlashish hududiga yig'ilmoqda. Nar qarqushlar moda qushlarga yoqish uchun rosa harakat qiladi. Deyarli barcha moda qushlarni o'rtadagi bitta viqorli nar o'ziga rom etadi. Nar qushlar o'rtasidagi ustunlik qish tushishidan avvalgi ayovsiz olishuvlardan so'ng o'rnatilgan. Endi o'sha yetakchi nar o'zini ko'z-ko'z qilyapti. Qarangki, o'sha mahliyo bo'lgan moda qushlarning soni tobora ortmoqda.
Amurning yuqori qismidagi ikki asosiy daryo bir necha yuz kilometr davomida qalin o'rmonzorlar oralab deyarli parallel oqa boshlaydi. Ba'zan adashib ham ketadi kishi. Shimoldagi daryodamanmi yoki janubiy daryodamanmi deb. Bu ikki daryodan qay birisi kattaroq va Amurning haqiqiy sarchashmasi ekanini ham bilish mushkul. Mamlakat ichkarisiga 4000 kilometr kirib borar ekan, Tinch okeanidan kelayotgan bulutlar qalin o'rmonlarni yomg'irga to'ydiradi. Ammo janub tomon suzarkan g'oyib bo'ladi. Har ikki daryo butunlay boshqa tarafdan oqayotgani yaqqol namoyon bo'ladi shunda. Hattoki butunlay boshqa olamlardan desa ham bo'ladi. Mo'g'ulistonda Amurning yuqori qismidagi janubiy egizak Kerulen deb ataladi. Kerulen bo'ylab daraxtlar siyrak, baland osmon, olis ufq diyori bu. Mo'g'uliston dashtlari yer yuzida eng poyonsiz sanaladi. Janubda ular Gobi sahrosiga borib taqaladi. Qurg'oq bu yerlar bag'rida qanday qilib daryo paydo bo'ldi ekan? Osiyo Serengetisi bo'lishi mumkin edi bu hudud. Har yili millionlab buqoq oxular bu dashtlar uzra kezib yuradi va Amurning yuqori qismiga yetib boradi. Ayrim to'dalarda 10 mingtagacha oxu bo'ladi. Qishlov joylarini tark etarkan hech qanday kuch ularning bu safariga to'sqinlik qila olmaydi. Qayoqqa ketayotgan ekan ular? Yuzlab kilometr hududda bir xil yam-yashil vodiylar va tepaliklar. Lekin to'da aniq bir manzil sari oshiqmoqda. Yildan yil sayin iqlim o'zgarishiga qarab o'zgarib borayotgan yo'nalish bo'ylab. Oxular tez harakatlanadi, faqat qisqa fursat dam olishga to'xtaydi xolos. O'zi uchun kerakli suvni esa o't-o'lan ustidagi shudringdan oladi. Ko'p oxular bo'g'oz va kunlarning birida tong chog'i to'da asta sekinlaydi. Asli avval boshdan shu yerni ko'zlab kelayotgandilar. Buqoq oxular yagona ko'chmanchi emas bu yerda. Mo'g'uliston cho'ponlari ming yillar davomida doim harakatda. Shu zamin, shu tabiatning maromiga bo'ysunishi shart ular. Chorvachilik bu yerlarda tirikchilik qilishning yagona yo'li. Chorva mollariga suv kerak. Shu bois ham buqoq oxulardan farqli o'laroq daryo bo'yida yuradi chorva. Lekin chorvaga ham ko'chmanchi oxularga ham yap-yangi o'tloqlar kerak. Mo'g'ulistonda yo'llar yo'q hisob. Lekin buning evaziga dasht aholisi cheksiz chegarasiz erkinliklardan bahra olishi mumkin. Ko'chmanchilarning uyi hamisha o'zlari bilan birga. Bu poyonsiz kengliklarga juda moslashgan ular. Istagan joyda yashab ketaveradi. Suv mo'l daryo bilan yam-yashil o'tloq bo'lsa bas. Ma'qul joy topilgach, yaxshilab o'rnashib olish uchun oilaga atigi 2-3 soat kifoya.
Ming yillar davomida Mo'g'ul o'tovlari shu qadar mukammallashganki, mana bir necha asrdan beri hech o'zgarmaydi. O'tov tepasiga tuya va echki junidan tayyorlangan kigiz yopiladi. Natijada qisqa yoz mavsumida o'tov ichi salqin, ayozli va uzoq cho'zilgan qish payti issiq bo'lib turadi. Ko'chmanchi hayot uchun poyonsiz kengliklar kerak. Bu o'lkada esa kenglik degani juda mo'l. Mo'g'uliston hududi 5 ta Germaniya maydoniga teng. Aholisi esa 20 barobar kam. Chingizxon davridan beri, ya'ni 800 yil mobaynida u qadar ko'p narsa o'zgarmagan bu yerlarda. Yana qancha umri egarda o'tadi, hech kim bilmaydi buni. Bepoyon dashtlar bag'rida barcha jonzotlar bir joyda to'planadi. Kerulen daryosi bo'yida. Go'zal turna atalmish mana bu qush uyasi atrofida otlarning yurishini yoqtirmaydi. Butun daryo bo'yi yoqalab, har bir necha yuz metrda yangi juft turnalar hududi joylashgan. Taqir yerga qo'ygan tuxumi doim xavf-xatar ostida. Otlar duch kelgan joyga ag'anab ketavergach. Ikkitagina tuxum. Turnalar ko'z qorichig'idek asrash kerak uni. Agar tuxumlar yorilsa, turna faqat 1 yildan keyingina nasl qoldira oladi. Chunki shu yil 2-chi marta tuxum qo'yishi uchun yoz ancha qisqa. Nar moda turnalar galma-gal tuxumni bosib o'tiradi. Ular ko'p yil bir-biriga sodiq qoladi. Dashtu biyobon bo'm-bo'shdek ko'rinsa-da, lekin jonzotlarning qo'ni qo'shnisi ko'p. Hammasi ham xavf-xatar uyg'otavermaydi. So'nggi bir necha kunga qadar ona sug'ur yer ustida xushyor turardi. Endi bolalari katta bo'lib qoldi. Serquyosh zamin uzra bemalol o'ynayveradi. Sug'ur tepalikda in qaziydi. Suv toshqinidan xoli bo'ladi shunda. Atrof ham yaqqol ko'rinib turadi. Jonzotlar juda kamga o'xshaydi bu yerda. Ammo sinchiklab razm soling. O't-o'lan orasida minglab yangi tug'ilgan buqoq ohu uloqchalari berkinib yotibdi. Chunki ularning yagona himoya vositasi hech kimga ko'rinmaslik. Onasi kun bo'yi shu o't-o'lan ichiga tashlab ketadi. Buqoq ohu uchun ona makon bu yer. Uloqchalar oyoqqa mahkam turib, bab-barabar yuguradigan bo'lib olguncha, ona bolalar bir hafta birga bo'ladigan yagona oshyon. Kuniga bir marta ona o'z bolasini topib emizadi. Bolalari onasini ovozdan taniydi. Sug'ur bolalari onasidan uzoqqa ketmaydi.
Onasi xotirjam ekan, bolalari ham xavf-xatardan xoli bo'ladi. Yer yuzidagi eng tinch joylardan biri bu. Shuning uchun ham bolalar aynan shu yerda tug'iladi. Lekin uloqchalar yugura oladigan bo'lishi bilan to'da yo'lga tushadi. Bu ularning hayotidagi birinchi buyuk safar bo'ladi. Daraxt o'smaydigan o'lkada yuqoriroqqa in qurishga o'rgangan qushlar ham yerda tuxumdan chiqib, yerda katta bo'ladi. Dasht burguti 3 ta polapon ochgan. Bunaqasi faqat mo'l ko'lchilikda bo'lishi mumkin. Dasht burguti uchun esa mo'l ko'lchilik uning hududida yumron qoziq va burunduqlarning ko'pligidir. Yirtqich qushlarning soni ular ovlaydigan mayda jonivorlarning miqdoriga bevosita bog'liq. Qish qattiq kelmasa, yumron qoziqlar ham, burunduqlar ham ancha bolalashi mumkin. Bu esa o'z navbatida yirikroq hayvonlarning ko'payishiga ta'sir etmay qo'ymaydi. Ota-onasi haqiqiy ovchi bo'lsa, polaponlar albatta omon qoladi. Burgut chaqqon va mohir bo'lsa, uning mahorati genlar orqali bolalariga o'tishi turgan gap. Yosh yumron qoziqlar ham ota-onasining tajribasini o'zlashtirishmaydi. Tajribali ona yumron qoziq qayerda in qazisa, xatardan xoli bo'lishini yaxshi biladi. Yumron qoziqlardan farqli burunduqlar to'da bo'lib yashaydi. Bolalari esa yer ostida uzoq qoladi. Mana bu burunduq 4 ta bolasini boqish kerak. Uni uddalash uchun esa ona burunduq ko'p mashaqqat chekadi. Bir necha hafta davomida u bolalarni sut bilan boqadi. Buning uchun esa o'zi ko'p oziqlanishi zarur. U doim shoshib oziqlanadi, hech qachon bo'shashmaydi. Yumron qoziqlar ham, burunduqlar ham hamisha osmonni kuzatib turadi. Burgutlar esa o'z navbatida o'z hududidagi inlarni muntazam kuzatadi. Xavotirga sabab bor edi. Hammaning ko'zi osmonga qadalgan. Inidan uzoqqa ketgan jonivor katta xatoga yo'l qo'yadi. Bu safar ovchi xato qildi va o'ljasiz qoldi. Kerulen, Amurning yuqori qirg'oqlaridagi janubiy tarmoq. Bu doim yangilanib turadigan shoshqin daryodir. Har safar toshqin chog'i daryo suvlari dasht va biyobonlarning ma'lum qismini uzib oladi va bu bilan milliardlab jonivorlar uchun oshyor yaratadi. Qirg'oq bo'yidagi yangi kashf etilgan tik qoyalarda minglab jarqaldirg'och yangi in qurish bilan ovora. Daryoning ba'zi qirg'oqlarida yuzlab ana shu kabi lahm yo'llarni ko'rish mumkin.
Dashtning nam tuprog'i eng ma'qul qurilish xom ashyosidir. Uni qazish oson. Polapollar uchirma bo'lgunicha bunday xom ashyodan qurilgan in turib beradi. Polapollar juda tez katta bo'ladi. Tuxumdan chiqib uchirma bo'lgunicha atigi 20 kun o'tadi. Shu vaqt mobaynida ular tinimsiz oziqlanishi kerak. Daryo qirg'oqlarida, o't-o'langa boy yaylovlarda qoramol o'tlab yuradi. Tabiiyki, ularning atrofida hasharot ham ko'payadi. Shu bois qushlar har daqiqada polapollariga yemish topib kela oladi. Daryo va tuproq, yovvoyi va uy hayvonlari o'zaro ahilchilikda ekan, bunday qo'shnichilikni samarali deb atash mumkin. Daryo sokin oqib turgunicha bu nozik muvozanat saqlanib qoladi. Biroq har doim ham ahvol shunday emas. Yaylovlar oralab oqayotgan daryo suvlariga tikilib, Mo'g'uliston dashtlarining shafqatsizligini osongina unutib qo'yish mumkin. Daryodan uzoqlashar ekanmiz, atrof jigarrangga burkana boshlaydi. O'simlikning ko'payishi yomg'irli bulutlarning bu yerga yetib kelishiga bevosita bog'liq. Ko'pincha bulut bu yerga yetib kela olmaydi. Hatto har 30 yilda bir marta bu yerlarda umuman yomg'ir yog'maydi. Shunday ziddiyatlar o'lkasi bu. Eng chidamlilargina bu yerda yashay oladi. Yozgi qurg'oqchilik natijasida ko'plab jonivorlar qirilib ketish arafasida bo'ladi. Qish ham qattiq keladi. Qum to'zonlari o'rnini qor bo'ronlari egallaydi. Yarim yil davomida bo'ron qo'ynida qolgan tekisliklarda hayot deyarli to'xtaydi. Bunday damlarda daryo yuqorisidagi janubiy adirlarda kun ko'rgan ma'qul. Qutb shamollardan yashirinay deb buqoq ohu shu yerdan panoh topadi. Ularning bolalari katta bo'lib qolgan, onasidan deyarli farqlab bo'lmaydi. Ko'chmanchilarning o'tovlari ham birin-sirin qad rostlaydi. Yozda ularning podasi atrofda bemalol kezib yuradi. Biroq qishda ularni qo'nalg'a yonidan uzoqlashtirishmaydi. Qor bo'ronida jonivorlarning adashib qolishi hech gap emas. Janubiy adirlarda esa quyosh nuri ko'p, shamol kuchsiz. Ochiq joyda esa qor bo'ronda qolib halok bo'lish mumkin. Shamol turishi bilan cho'ponlar podani bir joyga to'plashga shoshiladi. Bo'ron turgach, shamoldan boshqa xavf ham paydo bo'ladi. Buqoq ohu bor joyda bo'rilar ham hozir nozir. Qora kalxat esa har ikkisini ko'zlab uchib keladi bu yerlarga. Ularga bo'ri bilan buqoq ohuning bir joyda bo'lishi kerak aslida. Hammasi o'z kushandasining shu yerdaligini biladi. Mana bu ikki o'rkachli qalin yung bosgan baquvvat tuyalar sovuqni pisand qilmaydi dersiz. Chindan ham bu yerlarda havo harorati 45 daraja sovuqqacha tushib ketadi.
tunni o'tkazish azob bo'lishini bilgan tuyalar odatda g'uj bo'lib to'planib oladi. Osmonga tikilib, tun haqiqatan ham og'ir o'tishini sezasiz. Bo'ron olib kelgan qor uchqunlari go'yoki shisha siniqlardek qadaladi. Aynan shunaqa tunni bo'rilar orziqib kutadi. Bo'ron boshlangach, buqoq oxu arang nafas olib, deyarli hech nimani ko'rmaydi ham, eshitmaydi ham. Bo'rilar esa yaqinlashmoqda. Buqoq oxular sarosimada. Axir ular bo'rilar yaqinlashib qolganini sezadi, faqat qayerdaligini bilmaydi. Chamasi ular har tomondan yopirilib kelyapti. Buqoq oxular o'takasi yorilib duch kelgan tomonga qochadi. Tong otganida bo'rilardan asar ham qolmaydi. Qora kalxatlar tongni orziqib kutgan. Bular dunyodagi eng yirik qushlardan biri. Shu dashtda ular yarim yil mobaynida muzlagan go'sht bilan oziqlanadi. Qish qanchalik qattiq kelsa, ularga yemir shunchalik mo'l bo'ladi. Bo'rilardan qolgani shularga-da. Bir juft kalxat o'z hududini birga qo'riqlab, birga oziqlanishadi. Bu bir umrlik juftlik. Yarim yildan ko'proq vaqt mobaynida bu yerlarning daryo va ko'llari muz ostida qoladi. Havosi quruq, xuddi Gobi cho'lidagiday. Bu yerda omon qolish uchun suvga muhtojlar odamlar va baliqlar xolos. Quyoshli va shamolsiz kunlarda cho'ponlar quyosh taftidan eriy boshlayotgan muz ustida paydo bo'ladi. Ular to'plagan suv zaxirasi bir necha kunga yetib qolar. Axir bo'ronli kunlarda o'tovdan umuman chiqib bo'lmay qoladi hali. Minglab yillar mobaynida ikki o'rkachli tuyalar Markaziy Osiyoda eng qulay, ba'zan esa yagona transport vositasi bo'lgan. Bu yerlarda Mo'g'ulistonning sovuq va quruq dashtlarida iqlim hech qayernikiga o'xshamaydi. Faqat ikkita fasl bor bu yerlarda. Bir kechada esa harorat butunlay o'zgarishi mumkin. Yarim yildan ortiq davom etgan ayozli kunlardan so'ng butun mavjudot yozni intiqlik bilan kutadi. Ammo ba'zan Kerolian daryosidagi yoz fasli Mo'g'ulistondagi qishdan battar shafqatsizroq bo'lishi mumkin.
O'simlik va hayvonot olami uchun nafaqat harorat, shu bilan birga suv ham kerak. Ammo taxminan har 30 yilda bir marta Kerolian daryosi vohasi sahroning bostirib kelishiga qarshi turadi. Tinch okeanidan qit'a o'rtasiga suzadigan bulutlar tobora kamayib borar ekan, o'sha yili Kerolian bo'ylarida qurg'oqchilik bo'lib, o't-o'lan unmaydi. Har yoz fasli ajal nafasi zo'rayib boraveradi va nihoyat daryo butunlay quriydi. O'n yillar davomida millionlab baliqlar yayrab yashagan makon Kerolian daryosi bo'ylab son sanoqsiz ko'l va hovuzlar sahro shamolida qurib qaqshaydi. Sahro dashtni ham o'z bag'riga tortib ketgach, faqatgina tuz maydonlari bu yerda bir paytlar suv oqqanini eslatib turadi. Oxirgi suv halqoblari achib ketgan. Uni ichib bo'lmaydi. Bir paytlar tuman harir pardasini yoygan daryo uzra endi shamol qum va changni dasht bo'ylab uchiradi. Bunday qurg'oqchilik paytlari Gobi sahrosi shimol va sharq tomon yoyiladi. Amur daryosining eng uzun manbai bo'lmish Kerolian butunlay quriydi. Endi Amurning oxirgi sarchashmasi qoldi. Onon. Shimoldagi egizak daryo janubdagidan kattaroq, lekin u ham juda muhim. Onon daryosi vodiylari yoz bo'yi hamisha yam-yashil o't-o'langa burkangan. Bu Mo'g'uliston chegarasidagi Janubiy Sibir. Kerolian qurigan payt ko'plab jonzotlar Onon daryosi bo'yiga ko'chib keladi. Har 30 yilda keladigan qurg'oqchilik va ofat bu yerda baliq va amfibiyalarga tahdid solmaydi. Polapollar, narmoda o'rdaklar, daryo qaldirg'ochlari, loyxo'rak, turna va g'ozlar bari sayyoramizdagi eng gavjum tabiiy maskanlardan biriga yig'iladi. Jo'shqin daryoning yam-yashil qirg'og'i, orol va botqoqliklarda suv jonzotlari janubdagi qurg'oqchilikdan qochib, bemalol jon saqlashi mumkin. Bunday yillarda qunduzlar ancha ko'payadi. Qurbaqaga esa qiron keladi. Qushlar ham darrov qurg'oqchilikdan qochib, o'z oshyonini bir necha yilga janubdan shimolga ko'chiradi. Bunday iqlim o'zgarishi maromi jonivorlarni harakatlanishga va qayta-qayta moslashishga majburlaydi. Onon daryosining kattagina qismi Rossiya hududidan oqib o'tadi. Uning qirg'og'ida anchagina qishloqlar paydo bo'lgan. 300 yil avval odamlar kelib o'rnasha boshlagan bu yerlarga. Har qanday shahar avtomobil va temir yo'llardan ancha olisda, poytaxtdan 5000 kilometr uzoqda sharqda joylashgan bu qishloqlarda hamon hayot davom etmoqda.
Saxiy tabiat odamlarga kerak bo'lgan ne'matlarni muhayyo etadi. Vaqt bu yerdagi turmushga ko'p ham ta'sirini o'tkazmagan, zero bundagi hayot hech qachon bo'shang bo'lmagan. Onon daryosi bo'yida ko'chmanchi hayot kechirishga ehtiyoj yo'q. Transsibir magistrali qurilishidan 200 yil avval Amur daryosi bo'ylab qayiqda suzish birinchi yer o'zlashtiruvchilar uchun tashqi olam bilan bog'lanishning yagona yo'li edi. Yoz mavsumi askarlar va savdogarlar manzillariga qayiqda suzib borishgan, qishda esa qalin muz ustida yurishgan. Juda uzoq masofalarga shu tariqa yetib borish hozir ham bor. Daryo uzra yetib borish. Amur o'rtalaridagi baliqlar o'ldirib qo'yish uchun shu yerga keladi. Onon daryosining shoshqin, kislorodga boy, toza va muzdek suvi hamda mayda tosh bilan qoplangan qirg'oqlari o'ldirib uchun juda ma'qul sharoit yaratadi. Bu baliqlar ichida eng yirigi qizil cho'rtandir. Uning uzunligi 1,5 metrgacha yetadi. Og'irligi esa 40 kilogrammgacha boradi. Bu bir juft qizil cho'rtan daryo tubida o'ziga ma'qul joy topdi. O'ldirib qo'yish uchun ma'qul joyda albatta mayda toshlar, shag'al bo'lish kerak. O'ldirikni shular ushlab turadi. Qum va balchiq olib ketmasligi uchun yaxshi oqim ham zarur. Shag'al va mayda toshlar suv ostida bo'ladimi yo suvdan tashqarida, Onon daryosi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Daryoning yuqori qismida hamma yoq o'zi mayda toshlardan iborat. Ayrim qushlar uchun mayda tosh aynan muddaodir. Tosh ustiga tuxum qo'yadi ular. Rangi ham xuddi mayda toshlarning o'zi. Shu toshlar orasida chuvalchang va mayda qisqichbaqalarni topib oziqlanadi. Ba'zi polaponlar tuxumdan chiqishi bilanoq yemish izlab toshlarni oralab pildirayveradi. Ota-onasi esa polaponning tashvishini qilmay, bamayli xotir quyoshda toblanaveradi. Ammo osmon qoraya boshlashi bilan polaponlar issiq joy izlab qoladi. Onondagi tabiiy mo'jizalardan biri bu. 8 oyoqli qush. Yozning o'rtalarida Amurning shimoliy qismidagi barcha irmoqlar va daryolarda millionlab mayda baliqlar tuxumdan chiqadi. Tez orada sayoz suvlar baliqqa to'lib ketadi. Amur go'zal balig'i kabi mahalliy turlar uchun ko'chmanchi baliqlar to'kinlik manbaidir. Qizil cho'rtan ko'payadigan joylarga shiddat bilan hujum qiladi ular. Amur go'zal balig'i suv o'ldirikni yuvishi va mayda baliqlar chiqishini poylab turadi. 1000 tagacha o'ldirikni birdaniga yutib yuborishi mumkin. Ammo Onon daryosi saxiy va unumdor ekan. Million mayda baliqlar Amur daryosining o'rta qismiga hayot shiddatini olib kiradi.
Katta va jo'shqin daryoning ham o'ziga yarasha yuksalish va tanazzul pallalari bor. Ba'zan kutilmagan tasodiflar kuzatiladi, ba'zan esa ulkan hayot maromining muqarrar bosqichi o'zini ko'rsatadi. Daryoning yuqori qismida bir necha yil davom etgan qurg'oqchilikdan so'ng nihoyat ofat ortga chekinadi. Yana Tinch okeanidan keladigan bulutlar musaffo osmon bag'rini yorib, bu zamin uzra paydo bo'ladi va Mo'g'uliston dashtlarigacha suzib boradi. Sharros yomg'ir quyadi, suv to'lib toshadi. Bir necha kun davomida qurg'oq yerni ko'm-ko'k maysa qoplaydi. Podalar qayta boshlaydi. Suv yana hayot bag'ishlaydi bu yerlarga. Yuzlab ko'llar suvga to'ladi. Janubiy egizak sanalmish Kerolen daryosi yana sarchashmaga aylanadi. Bu xushxabar atrofga tez yoyiladi. Bulut va daryo oralig'ida 10 minglab sayyoh qushlar paydo bo'ladi. Ular paytdan, hayotdagi yagona imkoniyatdan yaxshigina foydalanib qolishmoqchi bo'ladi. Daryo o'zini yana suvga to'ladi. Bir necha yil davomida nasl qoldira olmagan yovvoyi jonzotlar olami yana qayta jonlanadi. Hamma yoqda hayvon bolalari. Ular yil sayin o'sib boradi. Nihoyat hamma yaxshi joylar egallab bo'linadi. Yosh go'zal turnalar yoz bo'yi ota-onasining yonida qoladi. Ota-ona bolasiga hasharotlarga to'la yaylovlarning qayerda yaxshiroq oziqlanish mumkinligini ko'rsatadi. Kuzda bolalarini birinchi marta uzoq safarga olib ketadi ular. Mo'g'ulistondan Himolay tog'lari osha Hindistonga yetib boradi. Ko'p yil davom etgan bir xillikdan so'ng yarq etib son sanoqsiz chechaklar qumdasht va tepaliklar bag'rini yashnatib yuboradi. Lola, Navro'zgul, orxideya, dasht gul sapsari. Ularning ildizi va tuganaklari chuqur qum tagida bir necha yil davomida qurg'oqchilikdan omon qolgan va yomg'ir yog'ishini kutgan. Amurning yuqori qismidagi suv atrofi ko'plab qushlarning sayohati yo'nalishida muhim qo'nalg'i vazifasini o'taydi. Ularning uzoq va mashaqqatli safari payti biroz dam olishi uchun bexatar joylari juda zarur. Bunday qushlar orasida Xitoy g'ozlari ajralib turadi. Ularning yemish izlashi juda antiqa. Tumshug'ini balchiqni ich-ichiga tiqib, botqoq o'simliklarning yumshoq ildizlariga yetib bormoqchi bo'ladi. Boshqa bironta ham qush unday ildizlarni yemaydi. Oq-qora baliqchi qush esa sayozlikda mayda qisqichbaqa, suv hasharotlarini izlaydi. Shunday qilib ikkisi bir-biri bilan hech nima talashmaydi, raqiblik qilmaydi. Yemish hammaga yetadi. Katta urchiq qush esa balchiq titib, chuvalchang va molyuskalarni izlaydi. Sayohat bir necha kunga to'xtab turadi. Oldinda ularni minglab kilometrlik safar kutmoqda.
Kerloyen daryosi ham dasht u biyobon oralab bir necha yuz kilometrga cho'zilib oqadi. Uning boshlanish joyi qayerda? Amurning yuqori qismi shimoliy tarmog'i sanalmish Anolning-chi boshlanish chashmasi qayerda? Yuqorilab oqar ekan, bir-biriga o'xshamas ikki daryo yana egizaklarga aylanadi va qay birisi qayerda ekanini ham bilib bo'lmaydi. Aslida har ikkisi ham bitta tog'dan oqib tushadi. Atrofdagi eng baland tog' bu. Pastki yon bag'rlari o'rmon bilan qoplangan. Cho'qqisi ancha uzoqda, borib chiqib bo'lmaydi unga. Ana shu cho'qqi Amur daryosining sarchashmasidir. Burhan Xaldun cho'qqisi. Mo'g'ulistonda tabarruk sanalguvchi ushbu tog' Rossiya chegarasi yaqinida yastangan. U yerga borish taqiqlangan. Buning sirni esa faqat qo'riqchilar biladi xolos. Qudratli kuchlar suv va hayot manbai bo'lmish shu cho'qqini qo'riqlab turarmish. Chingizxon shu yerda tug'ilgan deyishadi. Shu yerga dafn etilgan. O'limi oldidan bu yerlarni tabarruk deb e'lon qilgan u. Shu bois ham bundagi asl tabiat daxlsiz qolishi kerak degan. 8 asr mobaynida Mo'g'ullar Chingizxonning mazkur buyrug'iga itoat etib kelishadi. Chingizxon tog'i Tinch okeanidan kelayotgan bulut yomg'irni shimib oladi va Amurning haqiqiy sarchashmasini hosil qiladi. Bu daryolar Mo'g'ulistonning dasht va biyobonlarini Sibir va Shimoliy Xitoyning qadimiy o'rmonlari bilan bog'laydi. Ularning qo'shilishi natijasida Amur daryosi yer yuzidagi inson qadami yetmagan eng poyonsiz o'rmonzorlar oralab oqadi. Daryo kuchga to'lib boradi. Katta kichik irmoqlar u jilg'alardan iborat keng tarmog'i poyonsiz hududlarni suv bilan ta'minlaydi va Amurning asosiy o'zaniga kelib quyiladi. Amur daryosi o'z yo'nalishida oqib borar ekan, yer yuzidagi eng katta tabiiy chegarani hosil qiladi. Chap qirg'og'ida Rossiyaning son sanoqsiz o'rmonlari, botqoqliklari bo'lsa, qarama-qarshi qirg'oqda Xitoyning cheksiz unumdor fermalari joylashgan. Bu fermalar millionlab insonlarni boqmoqda. Amur chegaradan shimol tomon oqarkan, Rossiyaning uzoq sharqdagi eng katta daryosiga aylanadi. Yozning dim kunlari Tinch okeanida subtropikning hayvonot olami Sibirdan kelgan jonzotlar bilan uchrashadi. Ulug'vor Amur daryosi Axota dengiziga borib quyiladi. Tinch okeanining eng boy ekotizimi yuzaga keladi u yerda. Va bu daryo sayohatining oxiri emas hali. Buyuk bir hayot maromi qayta-qayta aylanaveradi. Tinch okeanidan kelgan bulutlar bu hudud bag'riga suzib boradi va Osiyo Amazonkasi sanalmish Amur daryosini yana suvga to'ldiradi. Film Dunyo bo'ylab telekanalda o'zbek tiliga o'girildi.